Temp FM'da yangiliklar. Yangiliklar dasturi bilan studiyada Go'zal Karimova. Assalomu alaykum. Dasturimizda davlatimiz rahbariga neft va gaz sohasida belgilangan vazifalar ijrosining holati yuzasidan hisobot berildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Ozarbayjon Respublikasi Hisob palatasi raisi tashrif buyurdi. Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlarining murojaati. Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlari murojaat qiladi. Hurmatli yurtdoshlar va aziz ota-onalar, elektr qurilmalari, xususan podstansiyalar va yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari atrofi o'ta xavfli hudud hisoblanadi. Bolalar va o'smirlarning bunday joylarda o'ynashi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Iltimos, farzandlaringizni podstansiya va transformator punktlari yaqinida o'ynashiga yo'l qo'ymang. Elektr simlari ostida va podstansiyalar yaqinida varrak uchirishga ruxsat bermang. Uzilgan yoki osilib turgan simlarga yaqinlashtirmang. Bolalar faqat maxsus o'yin maydonchalarida va xavfsiz hududlarda o'ynashi kerak. Unutmang, elektr toki ko'rinmaydi, ammo hayot uchun xavf tug'diradi. Elektr tarmoqlarida nosozlik yoki xavfli holatni sezsangiz, zudlik bilan tegishli xizmatlarga xabar bering. Tez tibbiy yordam 103 112, Ichki ishlar boshqarmasi 102, Favqulodda vaziyatlar vazirligi 1050, elektr gaz tarmoqlari 1104. Shu vaqtga qadar yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ular bilan sizlarni Go'zal Karimova tanishtirdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz sermazmun davom etsin.